Assalomu alaykum hammaga. Mana biz kecha Chodakka keldik. Chodagi soyida suv katta. Mana ko'ryapsizlar. Bu yog'i hammasi dam oladigan joylar. Mana bu bizning dachamiz. Soy tomoni. Hop, mana devorlari, yo'llari asfalt qilindi. Mana shu yil yangilandi. Bemalol kelaveradigan joy, mana tepa tog'lar, yam-yashil hamma yoq. Mana dachani ichi polni tosh bosilgan, hamma yoq ozoda, saramjon, manzarasi zo'r. Hozir kiramiz ichkariga. Mana Do'lanazor shu dacha. Pastki eshigi bor, tepa eshigi bor. Mashina qo'yishga joy muammo emas. Mana dam oluvchilar kelyapti, ketma-ket. Manzara zo'r, hamma yoq yam-yashil. Mana shu tomonga ketsa, kanatlar bor, attraksionlar bor. 2 kilometr tepada. Manzara zo'r.